Hovli uy sotiladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Nefti baza bilan Melkombinat ro'parasida do'stlar 4,5 sotiq 4 xona uy bor. Ba'zi bir jihozlar qoladigan hovli uyimiz sotuvga chiqyapti. Bu tomondan to'g'ri chiqadigan bo'lsangiz, Farg'ona Marg'ilon Yormozor avtovokzalga chiqib ketsangiz bo'ladi. Mahallani ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Bu mahallada gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Snos yo'q. Bemalol bexijolat olishlaringiz mumkin. Snos bormikin deb o'ylanib o'tirgunizcha kimdir ilib ketadi. Narxi 27500. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Uyimiz narxi 27500. Lekin do'stlar bir narsa, bu uy kvartiradan zerikkan aziz obunachilarimiz uchun ushbu kvartirani taklif qilyapmiz. Sababi do'stlar, 2 xonali, to'g'risini aytsam 3 xonali kvartiradan do'stlar yaxshi. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r. Shu chap qo'l tomonda asosiy 4 xonali uyimiz bor. Mevali daraxtlari bor, uzumlar, shunga o'xshagan narsalar va uyimizni orqa tomonda hovlisi ham bor. Alohida hozir buni ham o'tib sizlarga ko'rsataman. To'g'rida do'stlar, o'sha qo'yxonaga yoki tovuqxonaga joyimiz bor va uyimiz orqasidan kichkina yo'l orqali ichkariga o'tganimizda, ichkarida yana bitta kladovka, bitta hojatxonasi bor. Xohlasangiz shu uyda o'zida yashashingiz mumkin. Xohlasangiz shundoqqina buzib yorib turib do'stlar, darvozaga qarab, katta yo'lda bo'yi tomonga qarab turib, bemalol 2 etajli uyni sop turib, mazza qilib yashasangiz bo'ladi. Hujjatlari joyida, o'rtada joylashgan, qo'ni-qo'shnilari zo'r do'stlar. Farg'ona shaharida sentriga boringkan 2,5 minutlik yo'l do'stlar. Endi sizlar bilan birgalikda xonalarda planirovkalarni ko'zdan kechiramiz. Birinchi xonamiz do'stlar, bu uyimizning eng shirin joylaridan bittasi oshxona qismi, aristonlar bor. Holati shu ko'rinishda, ba'zi bir jihozlari qoladi, ba'zi bir jihozlari chiqib ketadi. Buni egasi bilan kelishilgan holatda bo'ladi. Keyingi bitta xonasi, buni kattalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi, bemalol do'stlar. Xo'p, bu yerdan chiqqanimizda ichkarida kattagina mehmonxona qismi bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mehmonxonamiz ham juda ham ajoyib holatda va juda ham chiroyli desa ham bo'ladi. Sababi do'stlar, oddiy hovli, millik hovli desa ham bo'ladi. O'zbekona uy do'stlar. Ko'ringlar, agar sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar, uy egalari telefon raqamlari bog'lanib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bitta kattagina xona do'stlar. Uylarimiz bo'ylari baland, holati yaxshi do'stlar. Ichkarida yana bitta o'zini alohida kattalar yotoqxonasi bor. Mana o'sha do'stlar. Manzil Farg'ona shahar Yormozorda shundoqqina chorrahasida Nefti baza bilan Melkombinat ro'parasida 4,5 sotiq do'stlar 4 xona uy bor. Ushbu fayzli hovli uyimiz zudlik bilan sotiladi. Narxi 27500. Pastda uy egalari telefon raqamlari turibdi. Bemalol bog'lanib, gaplashib, ushbu xonadonda bitta qo'ldan xarid qilishlaring mumkin. Qo'limdan kelgancha abzor qildim. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Agar sizga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosish, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Arzon hovloqlar etgan do'stlarga shundoqqina ushbu videoni jo'natib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lardim. Fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Keyingi videogacha xayr.